Yana bizada efirimizda Interhouse brend asoschisi Alisher Hasanovich Tillayev. Interhouse Lyceum akademik litseyining eng iqtidorli olimlaridan biri Ozodbek. Bolalar oldimga keladi. Menda to'g'ri bo'lib qopti, menda uch bo'lib qopti. Ota-onam xafa bo'ladi. Farzandining maktab jarayonlarida 5 olishi u bolaning fanlarni mukammal biladi degani emas. Bola haqiqatni gapiryapti. Maktab bekityapti. Har qanday masala bo'lishidan qat'iy nazar farzandimiz ayb ish qildimi, ota-onasiga ishongan holda o'qituvchisini yoki ta'lim sohasi vakilini obro'sizlantirish haqqi yo'q deb hisoblaymiz. Mana bola bor, elektron sigaret iste'mol qilar ekan, bu aniqlandi. Litsey tomonidan, maktab tomonidan qanaqa yo'nalish qilish kerak? Biz bolalardan telefonni yig'maymiz. Bolalarni o'zi qo'li bilan kelib topshiradi. Hozir Instagram, TikTok davrida bolani undan olish uchun ancha mehnat kerak bo'ladi. Gap qaytarmaydigan, indamay o'tiradigan, to'polon qilmaydigan bolaning ham bahosi aniq edi. Shu medallar, qizil diplomlar, attestatlar, bular ta'lim jarayoni uchun qanchalik muhim, ular bo'lishi kerakmi? Chet elga ketayotgan, nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga ketayotgan bolalarni qanotini kesmasligimiz kerak. O'quv markaziga bordi degani, u institutga kiradi degani emas. Bitta o'qituvchi yoshlarga 12 ta mutaxassislik fanidan dars o'tmaydi, lekin sizlar bir boladan, bir o'quvchidan 12 ta fanni bir xil so'raysizlar. Biz maktab uchun emas, katta hayot uchun o'qiymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizning podkastimizdan eshitib turgan hurmatli tinglovchilar, bugun podkastimizni davom ettiramiz. Yana bizada efirimizda Interhouse brend asoschisi, pedagogika fanlari falsafa doktori Alisher Hasanovich Tillayev va men hozir moderator vazifasida Interhouse STEAM dastur akademik rahbari, texnika fanlari falsafa doktori Ozodov E'zoz bo'laman va bugun oldingi va'damizga vafo qilgan holda izohlar, qo'ng'iroqlar asosida savollarni berishni davom ettiraman va sizdan har doimgidek qo'sh tirnoq ichsiz, hech qanaqa bo'rttirishlarsiz o'zingizni ekspert xulosangizni berasiz degan umidda bo'lib shu savollarni beraman. Tayyormisiz Alisher Hasanovich? E'zozbek, katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan barcha kuzatuvchilarimiz, bizga o'zlarining suyuklilari farzandlarini ishonib topshirgan hurmatli ota-onalarimiz, bugun qarshimdagi hamkasbimiz Interhouse Lyceum akademik litseyining eng iqtidorli olimlaridan biri Ozodbek, siz bilan maroqli suhbat olib borishga va'da beraman, hamda barcha bizga shu kungacha berilgan savollar, qo'ng'iroq orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llangan savollarni bugun ochiqlashga hamda podkastimizning ikkinchi dasturida avvalgilariga sodiq qolgan holda barcha o'zimizning to'plangan tajribalarimiz asosida ta'lim jarayonida olib borayotgan islohotlar hamda kuzatilayotgan kamchiliklar to'g'risida bugun siz bilan bir suhbat qursak, savollarni bersangiz hamda olinayotgan javoblardan o'zingizni fikrlaringiz menga juda ham qiziq, chunki yoshlarni vakilisiz, bevosita auditoriyada yoshlar bilan muloqot qilasiz va muloqot jarayonida o'quvchi yoshlarimizning ta'limga siz o'zingiz o'tayotgan fanlarga birinchi navbatda hamda baribir o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasida qandaydir bir baryerlarsiz suhbatlar bo'ladi. O'sha suhbatlar jarayonida o'quvchilarning boshqa fanlarga bo'lgan munosabatlarini ham bir ochiqlasangiz, buni biz o'zimizni kuzatuvlarimiz natijasida to'plagan tajribalarimizni, demak, ota-onalar bilan, kuzatuvchilar bilan o'rtoqlashsak. Albatta, hozir savollarni umumlashtirgan holda, to'g'ridan to'g'ri emas, o'xshash savollarni jamlagan holda javob berishga harakat qilamiz. Unda birinchi beriladigan savol albatta o'qituvchi sifatida bolalar oldimga keladi. Menda to'g'ri bo'lib qopti, menda uch bo'lib qopti. Ota-onam xafa bo'ladi, man ularni xafa qilib qo'yishim mumkin degan tushunchasi bor. Ya'ni 5 bahoga o'qish bu ta'lim koeffitsiyenti emas, balkim ota-onalar xursand bo'lishi, bolani ham o'zini iqtidorli deb tasavvur qilishi va o'sha sinfda deymiz ham o'zini hurmat darajasi borligini belgisi bo'lib qolmayaptimi? Ta'lim sifatini emas, balkim hurmat, natija. Albatta, albatta. E'zozbek, qarang,
Demak, yaxshi bahoga o'qish, yaxshi bahoni xohlash, o'zimda olib qaraydigan bo'lsak, idrokan, sho'xlarni emas, ta'limga qiziqqan o'quvchi yoshlarning oldiga qo'ygan prioritetlardan hisoblanadi. Demak, yaxshi baho xohlash u bolaning tarbiyasida, o'qishga bo'lgan intilishida xohish istaklarni ifodasi bo'ladi o'zi. Lekin to'g'ri aytdingiz, chunki 5 baho qo'yishi yoki farzandining 5 baho olishi ko'p holatlarda hozir ota-onalarni e'tiborsizlikka olib kelmoqda. Chunki bolaning kundalik davomida olib borilayotgan baholari a'lo baholar va shundan kelib chiqadiki, ota yoki ona farzandini ta'lim olishini kuzatayotgan bir vaqtda hamma baholari yaxshi bo'lsa, demak ota-ona o'ziga, demak bolamda упущение yo'q deb hisoblab Ha, boshlaydi ha. hamda demak bolam qo'shimcha qandaydir yordamlarga muhtoj emas degan fikrga borib qoladi. Chunki qarangda, man akademik litseyda faoliyat yuritaman. Bizga asosan 9-sinfni bitirgan o'quvchi yoshlar demak abituriyent bo'lib o'qishga kirishadi va birinchi semestrdan keyin baholar 3 yoki 4 ga tushganda ota-onalar maylisini qilamiz. Ota-onalar nima desam bo'larkin, e'tirozli savollar bilan murojaat qilishadi. Mani farzandim maktab paytida demak a'lo baholarga o'qigan. Shu yerga kelib baholari tushib ketdi degan savolga biz bir xil payt to'g'ri ham javob beramiz, bir xil payt demak provokatsion savol bo'lganligi uchun demak boshqacha bir ma'noda ham javob berishga harakat qilamiz. Farzandining maktab jarayonlarida 5 olishi bu bolaning o'sha fanlarni mukammal biladi degani emas. O'qituvchi sifatida buni bilishingiz kerak. Bir bola 10 ta, 15 ta umumta'lim fanlaridan birdek iqtidorga ega bo'lishi bu kamdan kam hisoblanadi. Asosan nima desam bo'larkan, mutaxassislik fani bo'lmagan fanlar ko'pincha mutaxassislik fanlaridan olingan baholar nisbatiga asosan bir xil payt человеческий faktor orqali demak qo'yib boriladi. Shu yerda bitta savol kelib chiqadi. Hozir aytdingiz, ota-onalar litseyda, keyin hozir maktabga qaytadigan bo'lsak, bola nimaga 5 ga harakat qilyapti? Mabodo 4 uch o'qib qoladigan bo'lsa, uyga keladi. Bevosita ota-ona shu savol beradi. Nega 3 olding? Nega 4 olding? Mhm. Bu yoqdan kelib chiqadi. O'qituvchim bunaqa, Mhm. darsim mana bunaqa bo'lib qoluvdi. Men gap qaytarib qo'yuvdim. Mhm. O'shandan keyin menga ataylab qilinyapti deb. Mana shunaqa jarayonlar bevosita bo'ladi. Bu aniq va sizga bevosita maktabni olib boruvchisi sifatida sizga ota-ona keladi. Shu savol bilan yuzlanganda obyektivlikni saqlab qolish uchun qanaqa mana ota-ona bilishi mumkin obyektivligini, ya'ni maktab aldamayapti, bola aldamayapti yoki bola aldayapti, maktab haqqoniy. Qanaqa kriteriya bor ota-ona aldanib qolmasligi uchun? Ya'ni sifatli ta'lim bo'lyapti, bola ortda qolyapti yoki bola haqiqatda gapiryapti, maktab bekityapti. Qayerdan bilsak bo'ladi shu narsani? Keling, E'zozbek, fursatdan foydalanaylik, ota-onalarga murojaat qilaylik. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan barcha ta'lim muassasalar yuridik nuqtai nazardan qanday toifaga bo'lishidan qat'iy nazar, bu davlat ta'lim muassasalari yoki xususiy ta'lim muassasalar bo'lmasin, barchaning missiyasi bitta. Yoshlarga davlat tomonidan belgilab berilgan majburiy ta'limni berish hisoblanadi. Majburiy ta'limni berish jarayonida ota-onalar hamda pedagoglar bitta tomon, ta'lim oluvchilar ikkinchi tomon bo'ladi. Bu degani nima degani? O'qituvchilar bilan ota-onalarning missiyasi birga bir xil bo'lishi kerak. Maktabda olayotgan ta'limni uyda mantiqan davomi bo'lishi kerak. Ota-ona uyda farzandining maktabda olayotgan ta'limini kuzatib borishi kerak va e'tirozlari bo'lsa 3 oyda bir, 6 oyda bir bo'ladigan ota-onalar majlisida emas, kerak bo'lsa har kuni murojaat qilish kerak. Bundan biz pedagoglar demak o'zimizga signal olamiz, kamchiliklar bo'lsa vaqtida bajarilishga olib keladi. Aytmoqchimanki, po faktu o'quv yilining oxirida baholar yomonligida baholar nima uchun yomonligini muhokama qilmasligimiz kerak. Keling, mana shu yerda hozir juda ham
zo'r javob bo'ldi. Shu javobning o'zida yana bir savol kelib chiqishi mumkin tinglovchilarimizda. Shu savolni man bersam, Eee, xususiy maktab, Hı Interhouse hı. emas, umuman olganda xususiy maktablar. Ularni asosiy maqsadi, ko'pchiligini o'sha bola maktabda o'qiyaptimi, uni iloji boricha ushlab qolish, albatta moliyaviy joyi bor. Ya'ni Hı bularni hı. keling shunaqa deb aytaylik, fake maktablar deb aytaylik. Hı hı. Ekspert asosida qanaqadir tizim o'ylab topdi, u o'xshamadi. Bola yaxshi o'qimayapti. Ota-onasi gapirmasligi uchun o'qituvchilar 5 ta qo'yib tashlashyapti. Bola qizil diplom bilan bitiryapti. Boy o'tgan podkastimizda gapirgandek, imtihonga kiradi, 39 ham yig'olmaydi. Mana siz, eee, tizimda 20 yildan ortiq 100% kirish ko'rsatkichiga ega bo'lgan litsey qanaqa qilib shu balansni ushlab qolish mumkinligi, ota-onalar qayerdan bilishi mumkin soxta baholar chiqib kelayotganini? Qanaqa qilib o'qituvchilarga ko'rsatish, mana maktab bunaqa bo'lyapti, shu joy nimaga e'tibor berish kerak, aldanib qolmasligi uchun maktab tanlayotganda? Ha, judayam bu o'tkir savollardan bittasi. To'g'ri aytyapsiz. Afsuski ta'lim sohasida, man hozir, hamkasblarimizni, boshqa ta'lim muassasalarini bir qoralash niyatim yo'q. Umuman har qanday maktab bo'lishidan qat'iy nazar, ular bolalarni o'qitmaslikka yoki boshqa, olayotgan, mablag'larini oqlamaslikka harakat qiladigan ta'lim muassasasi yo'q deb hisoblayman. Har bir ta'lim muassasasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, demak, yoshlarga ta'lim berishga yo'naltirilgan. Bu yerda faqat kontingentga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. O'sha maktabni bolalarni to'g'ri yo'naltira olish kerak. Ta'lim bir xil, dasturlarimiz bir xil, barcha bir xil ta'lim berishga majbur. Bolalar uni olishga majburlar. Lekin podxod deymiz-a, podxod boshqacha bo'lishi kerak. Bolani qiziqtira olish kerak. Bu degani pedagoglarni ichida, demak, u o'z kasbining ustalari, psixologlar ishlashi kerak. Umuman olganda, avval monitoring qilib, keyin u bolalarni, o'zlari xohlagan yo'nalishda, o'zlari qiziqqan yo'nalishda, demak, yo'naltirib borishlari kerak bo'ladi. Qarang, bitta judayam bir больной masala, aaa, ko'plab ota-onalar o'z farzandlarini 1-sinfga berayotganlarida yoki 5-sinfga berayotganlarida yoki 10-sinfga akademik litseyga bolalarini berayotganlarida, aaa, qandaydir ta'lim muassasasini tanlash yoki yo'nalish tanlash, hozir ko'plab masalalar chiqib ketdi. Ingliz tilida, rus tilida yoki o'zbek tilida ta'lim olishlarini ota-onalar belgilab bermoqdalar. Hm. Buning eng asosiy masalasi, 1-sinfga chiqayotgan bola 1-sinfda qaysi tilda ta'lim olishi o'zi tomonidan mustaqil belgilanmagan. Hm. U bolani iqtidori bu yo'nalishda bormi, yo'qmi? Yillar o'tadi, 5-oltinchi, 7-sinfga o'tayotganda, demak, yo'nalish o'zgartirib berishadi. Rus sinifidan o'zbek sinifiga yoki o'zbek sinifidan rus sinifiga yoki ingliz tiliga. Endi bu bolaning, psixologiyasida ham, umuman ta'lim dasturini, ko'nikmalarini qabul qilish jarayonida yoshlarga judayam bir salbiy ta'sir qiladi. Shunday ekan, yoshlarni kelajakdagi yo'nalishlariga, tanlayotgan ta'lim muassasalariga qarab, ekspertlar bilan, maktabdagi pedagoglar bilan maslahatlashgan holda amalga oshirganlari ma'qul bo'ladi, manfaatli bo'ladi yoshlar uchun. Albatta. Eee, unda, shu narsani qo'llab-quvvatlaysizmi yoki yo'qmi, shuni so'ramoqchi edim. Hozir, proforientatsiya testlari bor. Hı hı. Yaponiyada, Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Lekin O'zbekistonda bu narsani kuzatish sal murakkabroq. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga proforientatsiya testlari mana hali hanuzgacha fin o'quv tizimi deyildi, Amerikadan mutaxassislar olib kelindi, Hı lekin hı. hali ham mana shu proforientatsiya testiga olib kelolmadi. Masalan, man kollejga kirayotgan yuridik institutga, kollejga topshirmoqchi edim. Hı hı. Yaxshi, hayot taqozosi bilan o'zimni soham keyinroq topdim. A adashganlar qancha? Endi to'g'ri aytasiz, E'zozbek, bilasizmi, ta'lim jarayonlarini o'quvchi yoshlarga berish jarayonida har bir ta'lim muassasasida qonunga xilof bo'lmagan yo'nalishda mustaqil, demak, o'zlari, harakat qilish imkoniyatiga egadirlar.
prof orientatsiya testlarini yoki prof orientatsiya jarayonini o'zini demak ta'lim muassasalari bemalol o'zlari mustaqil amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Bunday prof orientatsiyalar endi bizada o'zingizga ma'lum. Biz bu yo'nalishni ancha yillar avval demak ilgari surganmiz. Bu degani o'quvchi yoshlar akademik litseyning 1 yoki 2 bosqichida tahsil olayotganlarida 100 ga yaqin xalqaro hamda mahalliy oliy ta'lim muassasalar to'g'risida axborotga ega bo'ladi. Bu muntazam ravishda olib borilayotgan ta'lim выставкалari yoki hamkor 100 dan ortiq hamkorlarimiz bor. 100 dan ortiq hamkorlarning akademik programmalari to'g'risida o'quvchi yoshlarga muntazam ravishda demak ma'lumotlar berib boriladi. Bunday ma'lumotlarni o'quvchi yoshlarga yetkazish har qanday ta'lim muassasasiga taqiqlanmagan. Albatta qonuniy harakatlar barchasi ta'lim muassasalari tomonidan mustaqil amalga oshirilishi mumkin. Aytmoqchi bo'layotganim, hech qanday chegaralari yo'q. Bu ta'lim muassasani boshqaruviga bog'liq bo'ladi. Ta'lim muassasasini boshqaruv to'g'risida savol berdingiz. Mana shu yerda aniqroq javob berdingiz. Bu yoqda bitta savol kelib chiqadi. Masalan, litseyga endi bola kirdi, xayolida "Men iqtisodchi bo'laman" deb menejment yo'nalishini tanladi. Keyin zo'r bitta informatika o'qituvchisi kirib qoldi, dasturlashdi. Keyin qarasa, dasturchi bo'lish unga ko'proq yoqyapti. Lekin 1 yil o'tib ketdi. U IT sohaga o'ta oladimi? Yoki o'sha payti turib, "Ha, bo'ldi ekan" deb o'zi o'qib, amallab ITga topshiradimi? Sizlarda qanaqa u? Albatta o'ta oladi. Bunga chegaralar yo'q. Yo'nalish o'zgartirish imkoniga ega. Albatta o'quvchi yoshlarga mas'ul bo'lgan ota yoki onalarning arizalari orqali bunday tartiblar ishlab chiqilgan. Qarang-da, yo'nalish tanlovi xohishga qarab belgilanishi kerak emas. Man masalan meditsina sohasiga qiziqib qoldim. Mh. Lekin sohani bilish darajasida yetarli ilmga, ko'nikmalarga ega emasman. Moyillik. Bunda albatta o'sha ta'lim muassasadagi yo'nalish rahbarlari bo'ladimi, mutaxassislarning fikri inobatga olinishi kerak. Shu yo'nalishda davom ettirsa, yaxshi kelajakda kadr bo'lasan yoki kadr bo'la olmaysan, qiynalasan degan narsalarda o'quvchilarni to'g'ri yo'naltira bilishimiz kerak. Chunki biz asosan voyaga yetmagan yoshlar bilan ishlaymiz, maktab yoshidan boshlab. Voyaga yetmagan yoshlarni o'zingizga ma'lum, fikri tez-tez o'zgarib turadi. Yoshligidan futbolist bo'lishni xohlaydi, kosmonavt bo'lishni xohlaydi. Xohlagan soha egalarida bo'lib ko'rgisi keladi va bu yoshlarimiz ulg'aygani sari demak haqiqatga yaqin bo'lgan, o'zlarini qo'llaridan kela oladigan kasblarni tanlov huquqlarini muntazam ravishda almashtirish yoki o'ylashni boshlashadi. Mana shu yerda ota-ona, pedagoglar, yo'nalish rahbarlari hamda farzandlarimizga tarbiya berayotgan odamlarning ekspert sifatida fikrlari albatta inobatga olinishi kerak. Yana bitta hozir shu yerdan savol kelib chiqadi. Endi o'smirlar to'g'risida gapirdik. O'smirlarning bitta zo'r xususiyati bor, qiziqqon bo'lishadi. Albatta shu ularga ta'lim olishga ham yordam beradi va bu narsani tangani orqa tarafi ham bor. Afsuski, yoshlarda toksikomaniya, elektron sigaretlar va yoshiga sal nisbatan vohliroq bo'lgan har xil media materiallar, video materiallarga afsuski bu butun dunyo ruju qo'ygan. Bu katta muammo. Mana shu ota-onalar mana shu muammoni aniqlash mumkin bo'lganda, maktab bilan qanaqa to'g'ri hamkorlik qilgani yaxshi yoki ko'pchilik aytadi-da, "Mana sizlar qaramadinglar" deydi. "Mana sizlar qaramaganing uchun bolam mana shunaqa bo'lib qoldi" deydi. Vaholanki shu uyasida ko'rgan narsani qiladi. Lekin maktab bilan qanaqa o'zi to'g'ri integratsiya qilgani yaxshiroq deb mana bola bor, elektron sigaret iste'mol qilar ekan, bu aniqlandi. Litsey tomonidan, maktab tomonidan qanaqa yo'nalish qilish kerak? Ota-ona qanaqa qilib shu Yo'q, muammoga man yechim E'zozbek, topish man kerak? sizni tushundim. Ota-onalarni bunday aybni ta'lim muassasasiga qo'yishga mutlaqo haqqi yo'q deb hisoblayman. Sababi biz mas'ullar, rahbariyat, o'qituvchilar yoki barcha har qanday ta'lim muassasasining xodimlari
ta'lim muassasasidagi davrga, paytga biz albatta javobgar hisoblanamiz. Ta'lim muassasasi hududida bunday masalalar bo'lishi mumkin emas. Lekin to'g'ri aytasiz, o'zining ko'p vaqtini maktabda o'tkazgan bolalarning nima iste'mol qilayotgani, xatga borayotgani, kim bilan do'stlashayotgani, qanday bir zararli Illat. illatlar bilan shug'ullanayotganini albatta biz bugun bo'lmasa erta, erta bo'lmasa indin aniqlash masalamiz bo'ladi. Mana shu yerda biz eng og'riqli joyga kelamiz. Albatta, bironta pedagog zararli illat bilan shug'ullanayotgan yoshlarni ko'rib ko'rmaslikka olmaydi. Albatta ko'rilgandan keyin qonunchilikda belgilangan uni normalari bor. Biz albatta suhbatlashamiz, aniqlaymiz kamchilikni. Albatta bu narsalar barchasi ota-onalar bilan hamkorlikda, birgalikda amalga oshiriladi. Lekin ming afsuslar, ota-onalarning ichida har xili bo'ladi. Man hozir ota-onalarda ayb demoqchi emasman. Lekin farzandida telefonida millatimizga, qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar paydo bo'lsa, biz uni telefonini olib, uni ota-onasini chaqirtirib, farzandining xulq-atvoriga izoh so'raganimizda, buni noto'g'ri tushunadigan ota-onalar bor. Shunday ota-onalarga biz bugun qo'rqmasdan katta minbarlardan kerak bo'lsa aytamiz. Biz bunday masalalarga yo'l qo'ymaymiz. Har qanday masala bo'lishidan qat'iy nazar, farzandimiz ayb ish qildimi, uni ota-onasiga ishongan holda o'qituvchisini yoki ta'lim sohasi vakilini obro'sizlantirish haqqi yo'q deb hisoblaymiz va bunga hech qanday imkoniyat ham qoldirmaymiz. Judayam yaxshi anaqa bu yoqda yaxshi javob bo'ldi. Shu yerdan yana bitta savol kelib chiqadi. Ko'proq asosan o'qituvchi aybdor deb ko'riladi. Ko'p hollarda ko'rganmiz, ijtimoiy tarmoqda ham ko'p tarqalib ketdi. Bir yilning o'zida biz 30 dan ortiq ota-onalar tomonidan davlat maktablarida e'tibor berganmiz. Samosud jarayoni, jismoniy kuch ishlatish jarayonlari o'qituvchiga yo'naltirildi. Mhm. Buni qanaqa baholasa bo'ladi? Ya'ni bu millatni tanazzuliga olib keladigan narsami? Qanaqa bu narsani tugatishimiz mumkin jamiyatimizda? Nima deb o'ylaysiz? Va litseyda qanaqa muhit yaratilganki bu narsa bo'lmasligi uchun? Ko'p yillik boshqaruv yo'nalishidagi tajribalarimdan kelib chiqib bir narsani aytishim mumkin. 12 yildan beri rahbarmiz. 12 yil davomida bu yoki u o'quvchilarning, talabalarning o'sha yo'l qo'ygan kamchiliklari natijasida ota-onalarga murojaat qilganimizda, haligi yoshlarni to'g'ri yo'naltirishga harakat qilganimizda va buning uchun suhbat uchun ota-onalarni chaqirtirganimizda yoki ota-onalarga farzandining xulq-atvori to'g'risida axborot berganimizda, albatta o'zini hurmat qilgan har qanday ota-ona farzandidan qayta so'raydi. Uni urishib qo'yish uchun yoki tarbiyasiga bir ko'rsatkichlariga barchasiga o'zini e'tiborini berib savol berganida, man shuncha yillik tajribamda bironta o'quvchini ko'rmadim. Adajon, onajon, mani kechiring, mani aybim, man hal qildim. Har qanday farzand o'z ota-onasini oldida o'zini himoyalashga harakat qiladi va o'zini himoyalash jarayonida har qanday yolg'on, bo'xton, xohlagan gapini gapiradi. Bizda ota-onalarda shunday instinkt bor. Albatta biz uchun farzandimiz eng kerakli odamlardan biri. Farzandimizning gapini o'qituvchining gapidan ustun qo'yib, demak, o'sha emotsiyada, o'sha provokatsion harakatlar natijasida shunday sammasud jarayonlari kelib chiqmoqda. Man albatta umuman oqlamaymiz. Bu qoralanadigan material narsa har qanday sharoitda ham, demak, ming afsuslar bo'lsin, o'zi bizni yo'nalishda ham ayrim bir pedagoglar yoki tajribasiz pedagoglar deymizmi, bunga o'zimiz ham asos berib qo'yayotgan joylarimiz bor. Shunday ekan, yoshlarni tarbiyalash jarayonida millatimizga, davlatimizga xizmat qiladigan yetuk yoshlarni yetishtirib chiqish jarayonida, demak, ota-onalar
o'qituvchilar, ma'muriyat xodimlari barchamiz birlashishimiz hamda farzandlarimizning kelajakda erishayotgan yutuqlardan birgalashib quvonishimiz, maqtanadigan darajaga yetishimiz uchun bugun birlashadigan kun keldi deb Hmm. hisoblayman. Demak, shu yerdan xulosa qilishimiz mumkinki, farzandining gaplari emas, o'qituvchining ishlari emas, balki bo'layotgan natijasiga qarab, farzand natijasiga Да, qarab xulosa chiqarishimiz kerak. да. Shu orqali ish qilishimiz kerak. Va bu yoqda mani fikrimcha, o'sha elektron sigaretlar, boshqa yomon illatlardan eee, qutqaradigan narsa bu albatta qiziqarli darslar. Mhm. Interaktiv, kreativlik. Hozir Instagram, TikTok davrida bolani undan ovolish uchun ancha mehnat kerak bo'ladi. Aaa, hozir mana Steam, Interhouse Lyceumda PSHE, orasiga xoreografiya ham qo'shiladi. Mhm. Aaa, nimaga aynan shunaqa kokteyl tanlangan? Umuman har xil yo'nalishlar. Steam, Keling, PSHE, xoreografiya. keling E'zozbek, ozgina orqaga qaytamiz. Bundan bir yarim yil avval shu Interhouse Lyceum maktab litseyini joriy qilganimizda kiraverishimizga bilasiz, katta telefon qutisini qo'ydik. Man hayron qoldim, hamkasblar bilan birgalikda. Nima qilamiz? O'quvchi yoshlardan telefonni yig'ib olamiz. Man 21-asrda bolalarni telefonini olib qo'yish, har kuni 500-600 mingga yaqin o'quvchi yoshlar tashrif buyuradi. Bu katta объемda ish. Ertalab qancha vaqt sarflaymiz? Qo'limizdan keladimi? Bittasini olib, bittasini qarovsiz qoldirsak nima bo'ladi degan savolda, demak, hamkasblarimiz bilan birgalikda biz shunday natija qilamiz. Biz bolalardan telefonni yig'maymiz. Bolalarni o'zi qo'li bilan kelib topshiradi deganda bu bir ertakka o'xshagan narsa edi. Bizda xususiy sektorda demak ertalab 8:30 dan 17:30gacha ta'lim jarayonlari amalga oshirilsa, tasavvur qiling, 600, 700, 800 nafar o'quvchi yoshlar demak o'z kunlarini mobil qurilmalarsiz demak o'tkazishyapti. Bu judayam bir quvonarli. Man bugun mamnuniyat bilan ayta olaman. Demak, biz buni uddaladik. Demak, bu narsani boshqa joylarda ham uddalasa bo'ladi. A, O'quvchi yoshlar uyga kelganlarida bolani to'liq yopish kerak emas bu masalalardan. Kerakli vaqtda faqat kontrol asosida. Ota-onaning kontroli bo'lishi kerak. Albatta, yoshlar kechasi o'z vaqtida dam olishlari, chunki ertangi kunga, ertangi o'qish kuniga tayyorgarlik, восстановление jarayonini o'tkazishlari uchun vaqtida uxlashlari kerak. Biz ota-onalarga to'g'ridan-to'g'ri savol beramizda, E'zozbek. Farzandingiz nechida uxlaydi? 10da uxlaydi. Mhm, Qo'rqmasdan aytaman, 10da uxlamaydi. mhm, 10da uxlashga kirib ketadi. Agar telefon bilan birga kirgan bo'lsa, 2-3 siz uxlamaydi u bola. mhm, 10da telefonni olib kirgizib yuborsiz, balkim 10-10:30da uxlab qolishi mumkin. Lekin telefon bilan kirgan yoshlar, demak, man bu narsaga ishonmayman. O'zim yoshligimda mana shu 10-12 yildan beri demak ta'lim sohasida bo'lsak, Instagram degan bir narsa chiqqan, bilasiz, ijtimoiy tarmoq orqali biz yoshlarga o'shani podpiska tashlaymiz. mhm. Yoshlar xursand, direktor podpiska tashladi. Vaholanki bilmaydi nima uchun podpiska tashalgan. Anavi joyi bor-ku, qaysidir knopkani bitta bossangiz, Qachon sitga o'tirganlar kirgan? ko'rinib turadi. O'zimiz uxlamaymiz. Mhm, 12 bo'ladimi, 1 bo'ladimi. Prosta bizga nima muhim? 5 ta 6 ta o'sha onlayn o'tirgan yoshlarni aniqlab olish. Ertasi kuni ertalabki lineykada yoki o'sha obxod jarayonlarini amalga oshirayotganda nega kechqurun kech yotding, u bu deb ma'lumotga ega ekanligingizni yoshlarga yetkazishingiz qolgan auditoriya vakillariga demak bizni kuzatishyapti degan bir nimani ham beradi. Bu ham bir tarbiya yo'nalishida. Nega siz aytishingiz mumkin, qayerdan olasiz bunaqa gaplarni? Nima uchun bunchalik уверенный gapiryapsiz? Lifehack, ha. Bitta narsani unutmaylik, o'zimiz ham farzand tarbiyalayapmiz. Biz ota yoki ona sifatida ayrim bir paytlarda demak o'zimizni farzandlarimizni ham demak mobil qurilmalari bo'ladimi, boshqa narsalar bo'ladimi, kechqurun olganimizda yo'q deyishmaydi. Ozgina to'xtab turing, hozir mana ishimni qilib olay. U bu farzandimiz
ozgina demak shu joylarda uslubga qilishga majbur bo'lyapmiz Ha. va bu narsa farzandlarimiz tarbiyasida afsus ozgina bo'lsa ham o'z salbiy yo'nalishlarini ko'rsatmoqda. Albatta yaxshi layfxak bo'ldi. Ayniqsa, yotishdan oldin mobil aloqa bevosita o'zimizda Olish ham kerak. bilmay qolganda qarasak, 1-2 bo'lib Bu ketib har qoladi. tomonlama meditsina tomonlama o'sha yo'qotilgan energiya hujayralarning barchasini o'z vaqtida tiklanishi uchun albatta o'sha rejim asosida yoshlar, o'sayotgan yoshlar, voyaga yetmagan yoshlar uchun bu judayam muhim deb hisoblaymiz. Chunki mana standart bo'ladi. Sanitar standartlar, gos standartlar bo'ladi. Ma'lum bir vaqt oralig'ida ta'lim olish kerak. Biz hozir aytdik 8:30dan 17:30gacha ta'lim jarayonlarini amalga oshiramiz. Uzviy emas bu. Orada uzilishlari bilan o'sha nonushtasi yoki tushliklari bilan inobatga olganda orada bilasiz o'zizga judayam maktabimizda o'quvchilarimiz sevadigan bir vaqt bor. Zolotoy vaqt deb qo'yishadi. O'sha yarim soat, 40 minut yoki 45 daqiqa yoshlar miyani joyiga qo'yib o'yin kulgilari, Xayr-xokkey, barcha judayam narsalar zo'r. u ham kerak albatta. Chunki yoshlar, hozir o'sayotgan yoshlar, energiyaga to'la yoshlar, eee, 4 ta devor orasida ertalabdan kechgacha ta'lim olishlarini biz tarafdori emasmiz. Ularga qiyin fanlarni qiziqarli yo'llar bilan, mana STEAM dedingiz-a, o'zingiz STEAM darslarini bevosita amalga oshirasiz. Eee, endi tasavvur qiling, bizda judayam qiyin bo'lgan yoshligimizda fizika darsiga o'xshagan fan. Fizikadan hamma qiynalgan, a STEAM darsini kutishadi. Nimaga kutishadi? O'sha fizik hodisalar Nazariya. asosida demak, siz bevosita jarayonni yoshlar bilan birga amalga oshirasiz. O'sha yoshlarni demak shu zamonaviy yo'llar bilan demak rivojlantirishimiz kerak, qiziqtirishimiz kerak. Mani hozir o'sha savol berishga majbur bo'lgan narsam, man Steamga taklif asosida, man o'zim "Kelinglar Steam qilamiz" deb taklif kelmagan. Sizlar keling Steam qilaylik, mana bunaqa konsepsiya. Bizada mana bu narsa amalga ya'ni qiziqarli bo'lishi kerak degan faktor mana hozir endi to'g'ri kelyapti. Bu yoqdan hozir mobil aloqa to'g'risida bevosita kelganimizda, eshituvchilarimizda ham orasida bo'lishi mumkin ota-onalar, bu bolani erkinligini qisib qo'yadi. U xohlagan paytida foydalanishi kerak. Vaholanki aytsak hozir qariyb deyarli 20 yildan ortiq Yaponiya bu tajribani majburiy ravishda kirgizgan. Yo'q, Bundoq asosan qarasakda. bu tajribani majburlash ham shart emas o'zi. Hmm. Sizga man bir aqlan shunday fikrlaydigan ota-onalarga javob beramiz. Mhm. Bu bolaning xususiy mulki, Ha, xuddi shu erkinligini savollar. Sizga savol: bola maktabda telefonda bo'lishi kerakmi, dars jarayonida bo'lishi kerakmi? Albatta darsda bo'lishi kerak. Dars Onlayn jarayonida. xalaqitdan beradi. Bo'ldi, hech qanday demak savolni o'zi bo'lishi noto'g'ri. Ya'ni ta'lim sifatini kafolatidan bitta tarafi bolani qaratilganligi demoqchisiz va mobil Da, aloqa bu bevosita da. zarar. Endi dars paytida biz aytishimiz xavotir olib, xohlagan paytimiz xabar olishimiz mumkin degan vajlar bo'ladi, Ha, to'g'rimi? ha. Endi sizga savol, bir auditoriyada 20 ta kamida o'quvchi ta'lim olyapti, dars jarayonlari amalga oshirilyapti ota-ona telefon qilgan paytida raspisianiyaga qarab telefon qilmaydi-ku. Xohlagan payti telefon qilishi mumkin. 20 ta odamni demak fikri buzilishi mumkin. Endi bunday jarayonlarda bunga ham javoblar bor. Ta'lim muassasasining 24/7 ishlaydigan raqamlari mavjud. Barcha sharoitlar yaratilgan. O'qituvchisidan, mas'ul administratorlardan barchasidan o'zlari qiziqtirgan xavotirlarini so'rab olish imkoniga egalar. Rahmat kattakon va bevosita tinglovchilarimizga ham yondashmoqchi edim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu mobil aloqa vositasini ishlatish kerakmi yoki yo'qmi? Ularning ham izohlarini bilgan holda balkim fikr almashsak ham yaxshi bo'lardi va keyingi savolim o'shandan kelib chiqadiki, qizil diplom, qizil attestat, medal. Ko'p bolalar o'sha 25-mayga kelganda nimadir imtihon boshlamay qoladi, kimdir medalsiz qolib qoladi, yig'laydi, bir xillari kuchli depressiyaga kirib ketib qoladi. Shu yerda bitta savol kelib chiqadi. Shu medallar, qizil diplomlar, attestatlar bular
nima deb o'ylaysiz? Ta'lim jarayoni uchun qanchalik muhim ular bo'lishi kerakmi? Nima mazmunni olib keladi? Bir xillar uchun bu poygadek, Mhm. mazmunidek bo'lib To'g'ri qoladi 9 aytasiz. yillik o'quvi. To'g'ri aytasiz. Bilasizmi? Bir vaqtlar keldi, hukumat tomonidan demak, qizil diplom bilan bitirgan yoshlar, oltin medal bilan bitirgan yoshlarga, kirish imtihonlarida qandaydir bir Yengillik. imtiyozlarni yaratib berishga hukumatimiz harakat qildi va o'sha, qonunchilik asosida mustahkamlash jarayonida bir vazirimiz bir chiroyli bir, javob berganlar. Man o'sha javobni eslagim keldi hozir. Iqtidor egasi, qizil diplom, oltin medal egasi. Bu o'zi anglatib turibdi. Agar hammasi qonuniy, to'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, demak o'quvchi, bitiruvchi, aniqrog'i Abituriyent. kuchli abituriyent hisoblanadi. Mhm. Endi sizga savol: kuchli abituriyent hech qanday imtiyozga, Eg ha. nima desam Kerak bo'larkan, emas unga. agar Ehtiyojmand emas. ehtiyoji yo'q. Demak, bu korrupsiyani oldini olish yoki o'sha o'quvchilarning ota-onalari tomonidan qiziqish, sablazn deymiz-ku, bolam qizil olsin, u olsin, bu olsin degan narsalar bor. Ming afsuslar, uzoq yillar davomida, avvalgi yillarda maktab jarayonida, o'quvchi yoshlarning, kichkina sinf paytidagi olgan baholari bitirgunlarigacha Mhm. bir xil bo'lgan. Mhm. Eslang o'zingiz, siz ham maktabda o'qigansiz, biz ham o'qiganmiz. Maktabda sinfkom deydi, klasskomni demak, Har doim 5 bo'lgan. bahosi aniq Ha, edi. ha, ha. Qator nimasiniki aniq edi. Sardoriniki. Keyin eng, bir nima desam bo'larkan, uyatli joylaridan bittasi gap qaytarmaydigan, indamay o'tiradigan, to'polon qilmaydigan bolaning ham bahosi Hozir aniq ha. edi. Bu narsalar albatta qanaqadir, motivatsiyadir. Balkim kimdir motivatsiya deb hisoblar. Lekin bu mani mustaqil fikrimcha, nima desam bo'larkan, xiyonat deb bilaman. Nega bilasizmi? Chunki ota-ona Bu qiziq yaxshi izoh bo'ldi bahoga hozir. o'qiyapti. Mhm. Indamay o'tirgani uchun, gap qaytarmagani uchun 10 yil 5 olgan farzandining xulq-atvoridan, bilimidan ota-ona demak довольны, Qoniqyapti. qoniqyapti. Qoniqish jarayonida, kirish imtihonlari yaqinlashib qoldi. Oliy ta'lim muassasasiga kirish. O'shandan siz aytayotgan o'sha 39 ballar paydo bo'lyapti. Mhm. O'shanda savol ota-onaga: qayerqa boradi, qayerdan biladi? Uje ketib bo'lgan poyezd. Mhm. Bola 10 yil 5 olgan. 9 yil 5 olgan, 8 yil 5 olgan. Agar muntazam 3'ini yoki 4'ini olganda, ota va onaning, xayolida farzandini yaxshi o'zlashtirmayotganligi va uni qo'shimcha o'zlashtirishga harakat qilish, uyda muntazam ravishda farzandi bilan, ta'lim jarayonlarini amalga oshirish natijasida, demak, farzandni to'g'ri yo'lga, ilm yo'liga yo'naltirish imkoni mavjud bo'lgan bo'lardi va yaxshi olinayotgan, muntazam ravishda yaxshi olinayotgan baholar, demak, o'sha e'tiborsizlikka olib kelib qo'yadi degan fikrdamiz. Demak, yana men to'g'ri tushunishimcha, konsepsiya bo'yicha bolani yaxshi baho olgani uchun Mhm. rag'batlantirish emas, balki uy sharoitida o'zini bilimi, odobini ko'rsatgandagina ota-ona rag'batlantiradigan bo'lsa, maktab bilan eee, ota-ona o'rtasida ko'prik quriladi. Mana bunday holatlarni to'g'ri yo'naltirish uchun bir tavsiyalarimiz deymizmi, bugun, hamkasblarimizga, shunday tavsiya bergan bo'lardikki, biz yoshlarni, bir oyda bir marta kamida, ana внутренний stres deymiz, o'zimiz uchun real baholarini mutaxassis sifatida olishimiz kerak. Real baholarini ota-onalariga ko'rsatib, birgalikda, demak, yoshlar uchun qo'shimcha darslarni, qo'shimcha o'zlashtirishlari uchun imkoniyatlarni vaqtida, tushuntirishimiz hamda bu narsani amalga oshirishimiz kerak. Bizda bitiruv yilida hal bo'ladi. Bola yo yaxshi o'qigan, yo yaxshi o'qimagan. Mhm. Agar bu ishni muntazam ravishda har oyda bir marta o'tkazsak, demak, bizda 2 yil avval bolani
qo'shimcha darslarga muhtoj ekanligini aniqlaymiz hamda o'sha yo'nalishga yo'naltirish imkoni mavjud bo'ladi. Qaniydi ancha oldin shu konsepsiya bo'lishi mumkin. Hozir aytdingiz, biz ham o'qiganmizda alam qiladigani, menda ham qolgan o'sha qizil diplom ololmaganman. Sababi musiqadan to'g'ri olganman. Mhm. Ashula aytish Mhm. maniki bo'lmagan. Mhm. Shu bilan bo'ldi. Alam qolgan. Qarang, Nizozbek, man sizni gapingizni bo'lishga majburman. Judayam bir kuchli tarix esimga tushib ketdi. 29 yoshimda man respublikaning eng ko'zga ko'ringan ta'lim muassasasini rahbari sifatida faoliyatimni boshlaganimda, 1 yil o'tgandan keyin mani virtual qabulxonamga judayam bir kuchli o'tkir savol kelib tushgan. Kimdan deb o'ylaysiz? O'quvchilarimdan. Aha. Tasavvur qiling, 2016-yil adashmasam, bundan 10 yil avval bir talaba mani pochtamga xat yozyapti. Hurmatli Alisher Hasanovich, sizga savolim bor edi. Nega bitta o'qituvchi yoshlarga 12 ta mutaxassislik fanidan dars o'tmaydi, lekin sizlar bu yerda anavi Mhm. kalit so'zi. Lekin sizlar bir boladan, bir o'quvchidan 12 ta fanni bir xil so'raysizlar. O'tkir. Zo'r. Juda bu Zo'r. qiziqarli narsa-da. Zo'r. Masalan, siz hozir o'zingiz aytdingiz, o'sha musiqa darsini aytganingiz uchun man sizga nima qildim? Bir xil yoshlar bor. Iqtidor, buyuk iqtidor egalar. Buyuk iqtidor egalar. Aniq fanlarni juda ham kerak bo'lsa o'qituvchi darajasida, kerak bo'lsa Bor, undan ham bor. yuqori darajada biladigan. Ingliz tili deymiz. 8,5 ball olgan Bolaga nimani o'quvchilar o'rgatasan? o'qiyapti. Возможно, o'qituvchilarning darajasi u darajada emasdir. Shunday iqtidorlar bor-da, yoshlar o'rtasida juda ko'p ular. Endi sizga savol, vazni kattaroqdir. Yugura olmasdir u, normativlarni bajara olmasdir. Tushuntira oldimmi? Mm. Ucha olishi mumkin. 3 kilometr begini o'sha belgilangan me'yorlarda topshira olmasligi mumkin. Shunday bir muammolar bor. Bu narsani kollegial hal qilishga harakat qilamiz, yoshlarni sindirmaslik uchun. Vaholanki yoshlar o'sha hozir juda ham bir qiziqarli yana bir fakt, juda ham O'zbekistonda dunyoning ko'zga ko'ringan nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish va o'qishni davom ettirish istagi juda yuqori bo'lib ketgan. Bundan faqat xursand bo'lish kerak. Avval heyterlar deymiz. Tanqidchilar. Tanqidchilar aytishadi, "Vot mana kuchli bolalar ko'chaga chiqib ketyapti, chet elga ketyapti" degan narsa. Kelinglar, bugun man bilmadim qanchalar to'g'ri bo'ladi shu muhokama, bizni noto'g'ri muhokama qilmasliklari uchun. Demak, man sizga o'zimni mustaqil fikrimni aytgim kelyapti. Mustaqil fikrim, chet elga ketayotgan nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga ketayotgan bolalarni qanotini kesmasligimiz kerak. Ularga faqat tavsiyalar, to'g'ri yo'llarni jo'natishimiz nima uchun muhim? Biz chet el mamlakatlariga ishchi kuchini yetkazib berish emas, og'ir ishlarni qilib arzimagan pulni uyiga jo'natayotgan yoshlarni emas, iqtidor egalarini jo'natib, dunyoda O'zbekiston vakillarining nufuzli tashkilotlarda ishlashlari va O'zbekiston investitsiyasiga o'zining ulkan hissalarini qo'shadigan yoshlarni chiqarishimiz kerak. Buning uchun xalqimiz juda ko'p sonli millatmiz, ko'p sonli xalqmiz. Menimcha bu eng to'g'ri yo'llardan biri bo'ladi. Hamda bu yerda o'sha siyosiy tomonlama qaraydigan bo'lsak, o'sha ketayotgan yoshlarning fikri buzilmasligi, ularni bir kunmas bir kun vatanlariga qaytishlari, vatanlarini rivojlantirishlari uchun davlat tomonidan biz pedagoglar, ota-onalar ularga davlat nima ekanligini, davlat manfaatlarini hamma narsadan ustun turishini yoshligidan tushuntirib borishi, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mas'ul bo'lishimiz kerak bo'ladi. Yana shu joyda bitta narsa esimga tushib ketdi. Hozir Malayziya, Koreya, Xitoy, Turkiya, ya'ni Yevropa ta'lim jarayonlarini ko'rib, bevosita Rossiya Federatsiyasi ularda
ishtirok etib, tahsil olib, eee, bitta narsaga alohida e'tibor berib qoldim. Aytganingizdek, chet elda o'qib, bu yoqqa kelgan odam o'sha yerdagi muhitni yaratishga harakat qilar ekan. Chunki biza Malayziyada yo'q, Koreyada ekan, Koreya Milliy universitetiga tashrif buyurganimizda katta delegatsiya 50 kishi kutubxonaga kirganmiz, endi bevosita ko'pchilik yurdi-burdi bo'lyapti. Bevosita stol oldidan o'tib ketishga majbur bo'ldik. Talaba o'tiribdi, nimadir ishlayapti. 50 ta odam, kameralar, televideniye, universitet rektori oldidan o'tib umuman farqi yo'q. Farqi yo'q. Faqat shu narsani yechib o'tiribdi. U shu narsaga sho'ng'igan, butun olam portlab ketsa portlab ketadi, u vazifani yechib bo'lishi kerak. Shunaqa muhabbat bor ta'limga. Eee, Men o'ylayman, siz aytganingizdek, hozir chet elga borib kelgan odamlar shu ichidagi olovni qolganlar ham tarqatishi mumkin. To'g'ri. Xafa qilayotgan narsa ijtimoiy tarmoqlarda shu siz aytganingizdek chet elga ketib nima bo'lardi? Yoki nimadir iqtidorli bola bo'lsa, uzoq ketadigan joy Moskvaga ketasan, baribir ham O'zbekistondan chiqib ketasan. Mana shu negativi paydo bo'lishi nima qilsak, mana shu jamiyat shularni ko'tarib balli deyish o'rniga ijtimoiy tarmoqda bir xil cho'ktiradi. Nima qilsak bunaqa bo'lmaydi. Bitta eng zo'r yo'li ularga shaxsiy namuna bo'lish. Shaxsiy namuna bu patriotizm, vatanparvarlik. Bir necha yillar oldin, demak, bilasizmi, mana bizni akademik litseyimizda, bizning akademik litseyda tarixiy 33 yil. 33 yillik tarixga ega ta'lim muassasamizning birinchi kunidan boshlab, demak, akademik litsey o'z logosiga, logotipiga hamda o'zining umumiy formasiga ega. Bir necha yillar o'tgandan keyin ayrim bir tushunmagan ota-onalar tomonidan nimaga bolalarni bir xil formaga kiygizishimiz kerak, bu degan savollar paydo bo'ldi. Bu albatta majburiy emas, lekin bizni ta'lim muassasasida ixtiyoriy majburiy desak ham bo'ladi. Ixtiyoriy majburiy nimaga bilasizmi? Chiroyli tushuntiramiz, ota-onalarga bironta e'tiroz bo'lmaydi. Demak, biz aytyapmiz, siz qaysi ta'lim muassasasiga o'qishga kirdingiz? O'zbekiston Respublikasi akademik litseylari o'rtasidagi milliy reytingda birinchi pog'onadagi ta'lim muassasasida. Shu ta'lim muassasasini ko'chada logotipi bilan yurishga siz uyalasizmi? Nega Garvard uyalmaydi? Nega boshqasi uyalmaydi? Siz uyalasizmi? Agar uyaladigan bo'lsak, bizni oilamizda sizga joyi yo'q. Zo'r. Mazkur ta'lim muassasa davlatga tegishlikmi? Davlatni ta'lim muassasasini logotipiga bo'lgan muhabbat, eng zo'rida o'qiyapman degan muhabbat ertaga davlatga bo'lgan muhabbatga yetaklamaydimi? Mana shunday. Endi o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida repetitorlarga borishadi. Ko'chada hozir juda ham bir moda bo'lgan bu narsa. Ta'lim tashkilotlarida, maktablarda, demak, ta'lim berilmaydi yoki yetarli emas. Albatta, oliy ta'lim muassasasiga kirish uchun, demak, учебный sentrga borishimiz kerak. Bu ota-onalar shunday fikrlaganda, bolalar qanday fikrlaydi? Man sizga bu javobsiz savollar bular, hammasi. Javobsiz savollar. Biz sizga quyidagicha aytamiz. Qaysi o'qituvchi yoniga bilim izlab, ilm izlab, darsdan keyin qolib, men bu fanni tushunmadim, mavzuni tushunmadim. Ustoz qaytarib bering, tushuntirib bering deganda yo'q degan javobni olgan. Birontasi olmaydi. Chunki unday o'quvchilarning o'zi yo'q. Endi sizga ikkinchi statistikani aytaman. Bizda boshqa ta'lim muassasalarida judayam ko'p maktablarda, litseylarda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar kunning ikkinchi yarmida yoki kechga repetitorliklar bilan shug'ullanishadi. O'sha bola, o'sha o'quvchi dars paytida ta'lim olmaydi, kechqurun учебный sentrlarda, ta'lim muassasalarida, demak, o'sha o'qituvchini qo'ldan bilim oladi. Bu jarayonlar juda ham ko'p, aytaman desak, juda ham ko'p muammolar bor, kamchiliklar bor, albatta yutuqlarimiz ham bor. Metodika, podxodga juda ham ko'p narsa bog'liq. Maktab ta'lim bermayapti degan narsadan uzoqlashishimiz,
ota-onalar maktabga qo'yayotgan talablarda faqat sifat ko'rsatkichlarini talab qilishlari, boshqa masalalarda o'qituvchi va ma'muriyatni qo'llab-quvvatlashlariga bir chaqirgan bo'lardik. Sifat nuqtai nazaridan har qanday e'tirozni eshitishga va ularning talablarini bajarishga biz mas'ullar, barcha ta'lim muassasasining rahbarlari, xodimlari, pedagoglari bir tomonda ekanligimizni man ko'rsatishga bugun ham va'da beraman, ham ishontira olaman degan umiddaman. Men o'ylaymanki, hozirgi mana shu bergan fikringiz juda ham zo'r muqaddima bo'lishi mumkin deb o'ylayman bizning podkastimizga va yakunlovchi xulosa sifatida ham qarashimiz mumkin. Shu yerda nima hozir shu podkastdan biz oldik? Demak, farzandlarning baholari emas, qilayotgan amallaridan xulosa qilishimiz kerak. O'qituvchi bolaga dushman emas, ota-ona bilan o'qituvchi kelishgandagina farzand rivojlanadi. Qizil diplom olmadi degani bola aqlli emas yoki muvaffaqiyatli emas degani emas. Baholar nisbiy ekan va bilishimiz kerakki, o'quv markaziga bordi degani u institutga kiradi degani emas va xuddi o'sha ta'lim o'quv markazida o'zi asl berilyapti. Lekin qo'shimcha pul uchun. Ya'ni ota-ona shu pulni boshqa narsa ishlatishi mumkin Unaqa ham edi. demagan bo'lardim, E'zozbek. Qarang, demak, repetitor degani nima degani? Siz ingliz tilini yaxshi tushunasiz. Repeat takrorlamoq, takrorlovchi. Nimani takrorlaydi? Maktabda olgan Maktabda olgan bilimni ma'lumotni. takrorlaydi. Ha. Bo'ldi, boshqa masala bo'lishi ham mumkin emas. Bu yerda faqat o'quv markazlarida auditoriyada o'tirayotgan o'quvchilarning soni balkim kamroq bo'lganligi uchun individual podxodlar bo'lishi mumkin. Yokida qarangda, men hurmat qilaman, albatta o'quv markazlari kerak. Albatta u yerda ko'plarida juda ham yuqori sifat asosida tahsil berilyapti. Lekin bilasizmi, bir narsaning evaziga bo'lmasligi kerak. Ikkita fandan qo'shimcha darsga boraman deb 12 ta umumta'lim fanlarini unutib qo'ymasligi kerak. Xuddi shunday jarayonlar hamda o'z faoliyatini yuritayotganda maktab jarayoniga xalaqit qilmasligi kerak. Maktab vaqtlariga to'g'ri kelmasligi kerak. Nima uchun davlat ta'lim muassasasi o'quv markaziga borishi uchun o'zini vaqtini unga to'g'irlashi kerak degan savollarni biz o'quv markazlari, ta'lim tashkilotlari barchamiz kerak bo'lsa mana shunaqa debatlarda ko'rishib, gaplashib, bir loyihalar ustida ishlab, demak, takliflarni muntazam hukumatga yetkazib borishimiz kerak deb hisoblayman. Zo'r bo'lardi. Mana shu eng yakuniga, qaymog'iga keldik desa bo'ladi. Hamkorlik hamma narsaga kalit ekan. Albatta. O'zimdoq qaraydigan bo'lsak, o'quv markazlari maktabni ayblash kerak emas, maktablar o'quv markazi bor deb tashab qo'yish kerak emas. Integratsiya. Integratsiya, Albatta. Maqsad aniq. Bolalarni kim xursand bo'lmaydi? Nechta shogird tarbiyaladik? Nechtasi juda katta yutuqlarga erishdi. Bundan faqat faxrlanamiz. Faqat ertaga gerdayib yurishimiz uchun ularning erishgan yutuqlariga biz hissador bo'lishimiz kerak. Intervyu berayotganida men o'zim o'rganganman, o'zim qilganman degan narsadan uzoq bo'lishi uchun demak bizdan ham nimadir olish kerak deb hisoblaymiz-da. Ajoyib. Hozir mana shu notasida aytishimiz kerak, hurmatli aziz ota-onalar, bizning o'quvchilarimiz va mehmonlarimiz bilan eshitayotgan podkastimizda umid qilamizki, juda ham maroqli suhbat bo'ldi va eng yoqqani shu bekitmasdan baholar to'g'risida, o'quv markazlari to'g'risida obyektiv fikringiz uchun kattakon rahmat, Alisher Hasanovich. Keyingi podkastlarimizda qanaqa mavzularda suhbat qilmoqchisiz, izohlarni kutib qolamiz va albatta rahmat kattakon shunaqa podkastni. Katta rahmat avvalambor kuzatuvchilarimizga hamda keling bugungi podkastimizda chiroyli bir Interhouse Lyceum brendining shiori bilan tugatsak, biz maktab uchun emas, katta hayot uchun o'qiymiz. Super. E'tiboringiz uchun rahmat.